Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Men sizlarga karantin o'ta xavfli kasalliklar va o'ta xavfli kasalliklar turkumiga kiruvchi infeksiyalardan saqlanish to'g'risida ma'lumot bermoqchiman. Mening otam tuman sanepid bo'limida, eskicha nomi bilan aytganda SESda ishlagani uchun ma'lumotga egaman. Bilganlarimni sizlarga ulashaman. Respublikada zoonoz infeksiyalarga qarshi kurashni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan 2015-yil 25-fevralda 37-sonli buyruq tasdiqlangan. Ushbu hujjat hayvonlardan odamlarga o'tadigan yuqumli quturish, kuydirgi, bruselyoz, Qrim-Kongo gemografik isitmasi kasalliklarini oldini olish, profilaktika qilish va ularga qarshi kurashish tizimini takomillashtirishga qaratilgan. Bugun sizga quturish kasalligini oldini olish to'g'risida ma'lumot berib o'taman. Angren shahrida daydi itlar 1 yosh bolaga turli jarohatlar yetkazib o'ldirgani achinarli holat. Ushbu holatni hamma eshitgan bo'lsa kerak. Agar sizni it va mushuk yoki boshqa uy hayvonlari, jumladan sichqon, kalamush va boshqa kemiruvchilar, yovvoyi hayvonlar turli holatlarda jarohatlasa, ularni so'lagi orqali odamga quturish kasalligi yuqishi mumkin. Quturish kasalligini o'ziga yuqtirib olgan odamni quturish viruslari markaziy nerv sistemasini jarohatlaydi va natijada o'lim holati yuzaga keladi. Shuning uchun sizni har xil turdagi hayvonlar turli holatlarda jarohatlasa, zudlik bilan tumaningizda joylashgan markaziy poliklinikaga yoki jarrohlik bo'limiga quturish kasalligiga qarshi emlanish uchun murojaat qiling. Murojaat qilgan tibbiyot muassasangizda sizga zudlik bilan birinchi tibbiy yordam ko'rsatish ishlari amalga oshiriladi va undan keyin antirabik yordam ko'rsatiladi. Ya'ni quturish kasalligiga qarshi emlanasiz. Agar sizni jarohatlagan hayvon daydi bo'lib, egasi noma'lum bo'lsa, sizga antirabik yordamni to'liq davo kursi ko'rsatiladi. Ya'ni 0-3, 7, 14, 28 kunlari jami 5 ta vaksina olasiz. Agar sizni jarohatlagan hayvonning egasi ma'lum bo'lib, tirik bo'lsa, hududingizga qarovchi veterinar vrach tomonidan hayvonni 10 kunga kuzatuvga oladi. Kuzatuvga olinganlik haqida hayvonda quturish kasalligi yo'qligi to'g'risida birinchi ma'lumotnomani beradi. Ushbu ma'lumotnoma asosida jarohat olgan shaxsga 0-3, 7 kunlari, ya'ni 3 ta quturishga qarshi vaksina qilinadi. Agarda kuzatuvda turgan hayvonda 10 kun ichida quturish kasalligiga xos belgilar bo'lib, o'lib qolsa, 14-28 kunlari qo'shimcha ravishda yana 2 ta vaksina qilinadi. Agarda kuzatilayotgan hayvonda quturish kasalligi belgilari kuzatilmay sog'lom qolib o'lmasa, veterinar vrach tomonidan ikkinchi ma'lumotnomani sog'lom deb bersin. Vaksina olgan shaxs 3 ta vaksinadan keyin boshqa vaksina olmaydi. Sababi jarohatlangan hayvon 10 kundan keyin tirik qolsa, quturmagan hisoblanadi. Quturish kasalligiga qarshi 5 ta vaksina olib, to'liq emlanganlar 1 yil davomida dispanser nazoratiga olinadi. Hayvonlardan jarohat olib emlanayotganlar barcha tibbiy xizmatlar, ya'ni vaksina, tibbiy yordam, ovqat, xonada yotish bepul ko'rsatiladi. O'z vaqtida vaksina olmaslik o'lim bilan tugashi mumkin. Video yoqqan bo'lsa, obuna va like tugmasini bosishni unutmang. Yana qanday yuqumli, o'ta xavfli kasalliklar to'g'risida ma'lumot olmoqchisiz? Bu haqda kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiring.